bu oyda gunohlari kechirilmasdan, hech o'zini o'nglamasdan, o'zini o'zgartirmasdan chiqqan odam qanchalik ziyon ko'rgan odam, qanchalik badbaxt inson. Bu inson Jabroil alayhissalomning duosiga ko'ra ziyonga uchragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni amin deyishligiga ko'ra u haqiqiy ziyonga uchragan inson. Ramazon oyi keladi, hech o'zgarmaydi. Oldin qanday bo'lsa xuddi shunday. Ichib ham turaveradi, gunohlarni bemalol qilaveradi. Ramazon ro'za tutishi mumkin, odatiy tutishi mumkin. Hech o'zini o'zgartirmaydi. U inson naqadar baxtsiz, badbaxt inson. Mana Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam irtaqal minbar. Minbarga ko'tarildilar. Faqol 3 marotaba amin, amin, amin dedilar. Faqil ya Rasululloh, aytildiki ey Rasululloh, ma kunta tasna'u bihada. Siz bunday qilmasidingiz. Nima uchun bunday dedingiz dedi. Faqala Rasululloh aytdilarki, qala li Jibril. Menga Jibril aytdi. Rag'ima anfu abdin dakhala alayhi Ramazon falam yughfar lahu faqultu amin. Menga Jibril aytdiki, Ramazon oyi kirib, uni gunohi kechirilmasdan chiqqan odam xor bo'lsin deb menga duoibat qildi. Men amin dedim dedi. Qarang, Jibril alayhissalom farishtalarning eng ulug'i sizni duoibat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amin dedilar. Ey birodar, o'zingizni o'nglang. Bu Ramazon oyi o'yin kulgi oyi emas. Bu Ramazon oyi film ko'rib, vaqtini, kechasini beparvo o'tkazadigan oy emas. Bu Ramazon oyi ertalabdan kechgacha ko'chada bema'ni suhbatlar qilib, kunduzlarda, kechalarda o'tkazadigan oy emas. Qayting. Qur'onga qayting. Masjidlarga boring, ibodatni ko'paytiring.